Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugun navbatdagi ishlarimizni Ustonovka jarayoniga keldik. Kasaka Axtachada G306 antirasit. Bir qavat seriya o'rnatilgan, taglari alkafon bo'lgan. Ustullarimizdan oldi ko'rinishi bir xil bo'lib o'tib ketgan. Xo'p, eshiklarimizga keladigan bo'lsak, eshiklarimiz barqon profildan tayyor bo'lgan. Eshiklarimiz chaklari Girovkalar bilan teknik holatda bu. Xo'p, bu klientimizga stullarning orqasini ham alkafonga bekib o'rab berganmiz. Davolasa ichki holatlari ham juda go'zal. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar bor. Biz bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Yoqqan bo'lsa, sizlar bitta like bosib qo'yasizlar.